Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa yoki ota-onangiz, farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz nomida uy-joy bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Men bugun juda muhim mavzuni tushuntiraman. Kvartira egasi bo'lgan odam qanday xatolarga yo'l qo'ysa, keyin o'z mulkini sotolmay qolishi, jarimaga tushishi, qarzlar sabab muammoga kirishi yoki eng yomoni hujjatlardagi kamchilik tufayli katta zarar ko'rishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men buni oddiy tilda, real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni bilmagan odam ertaga notarius, kadastr, soliq yoki sud eshigida sarson bo'lishi mumkin. Avvallari ko'pchilik kvartira deganda faqat bitta narsani tushunardi. Uy mening nomimda bo'lsa, demak hammasi joyida. Hujjat bor, kalit bor, yashab turibman bo'ldi. Lekin hozir vaziyat ancha o'zgargan. Endi kvartiraga egalik qilish faqat hujjatni sandiqda saqlash degani emas. Kvartira bo'yicha kadastr ma'lumotlari, soliq qarzi, kommunal qarzlar, propiskada turgan shaxslar, meros masalasi, ipoteka cheklovi, sud taqiqi, noqonuniy qayta qurish, umumiy mulkdagi ulushlar kabi ko'plab holatlar bir-biriga bog'lanib ketgan. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam kvartirasini sotmoqchi bo'ladi, xaridor topiladi. Narx kelishiladi, hatto avans ham olinadi. Keyin notariusga bo'rilganda ma'lum bo'ladiki, kvartira eski taqiq turibdi, yoki soliqdan qarz bor, yoki kadastrda maydon boshqa, real uy boshqa, yoki turmush o'rtog'ining roziligi kerak ekan. Natijada bitim to'xtaydi, xaridor qaytadi, olingan avansni 2 barobar qilib qaytarish talabi chiqadi, oila ichida janjal boshlanadi. Oldin bunday masalalar ko'pincha qog'oz hujjatlar orqali tekshirilardi. Ayrim narsalar ko'zdan qochib ketardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni bilan xavfsizlikni oshiradi. Lekin yomon tomoni shundaki, eski xatolar ham yuzaga chiqadi. Siz 10 yil oldin e'tibor bermagan bitta kamchilik bugun kvartirani sotish, hadya qilish, garovga qo'yish yoki meros rasmiylashtirish paytida katta to'siqqa aylanishi mumkin. Eng birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, kvartira hujjati faqat oldi-sotdi shartnomasi yoki order bilan tugamaydi. Sizda mulk huquqini tasdiqlovchi asosiy hujjat bo'lishi kerak. Lekin shu bilan birga kadastr hujjatlari ham to'g'ri bo'lishi shart. Kadastrda kvartiraning manzili, maydoni, qavati, xonalari, soni, egasi, ulushlar, cheklovlar aniq ko'rsatiladi. Agar kadastrda 28 kvadrat metr deb turib, real hayotda siz balkon qo'shib 64 kvadrat metr qilib olgan bo'lsangiz, bu oddiy kichkina o'zgarish emas. Bu keyinchalik bitimni to'xtatadigan muammo bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. Bir kishi 2 xonali kvartirasini $15,000 ga sotmoqchi bo'ldi. Xaridor tayyor, pul tayyor. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, o'sha xona bilan balkon orasidagi devor buzilgan, balkon istiladigan xonaga qo'shilgan. Kadastrda esa bu o'zgarish aks etmagan. Xaridor bank orqali ipoteka olmoqchi edi. Bank bunday holatda garov sifatida kvartirani qabul qilishdan bosh tortdi. Natijada sotuvchi men shunchaki balkon qo'shganman deb o'ylagan ish $15,000 bitimni buzdi. Ikkinchi muhim masala. Kommunal to'lovlar va majburiy badallar. Ko'pchilik qarz bo'lsa keyin to'lab qo'yaman deydi. Lekin kvartira sotishda elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi bo'yicha qarzlar tekshirilishi mumkin. Ayrim xaridorlar bunday qarzi bor uyni umuman olmaydi. Chunki keyin yangi egaga eski qarz bo'yicha bosim bo'lishdan qo'rqadi. Huquqiy jihatdan qarz kimning davrida paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha javobgar bo'lishi kerak. Lekin amaliy hayotda xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ko'pincha manzil bo'yicha talab qo'yadi. Yangi egani ham yugurtiradi. Masalan, kvartirani sotayotgan odamning issiqlikdan 4 million so'm, elektrdan 1,200,000 so'm, shirkatdan 3 million so'm qarzi bor. Jami 2,200,000 so'm. Sotuvchi bu katta pul emas, kelishuvda ayirib tashlaymiz deydi. Xaridor esa men toza hujjatli uy olmoqchiman deb bitimdan chiqadi. Ko'ryapsizmi? Masala faqat qarz summasida emas, ishonchda. Kvartira sotishda ishonch yo'qolsa, xaridorning qo'li soviydi. Uchinchi masala, kvartirada ro'yxatda turgan odamlar. Juda ko'p odamlar buni e'tiborsiz qoldiradi. Propiskada turibdi. Lekin u chet elda. Ukam vaqtincha yozilgan. Kelinim bilan ajrashganmiz, lekin hali chiqarilmagan degan gaplar keyinchalik juda katta muammo tug'diradi. Xaridor uchun kvartirada begona shaxs ro'yxatda turishi xavfli signal. Ayniqsa voyaga yetmagan bola, sobiq turmush o'rtoq
uzoq yildan beri yashab kelayotgan qarindosh nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, masala noziklashadi. Men shunday holatni ko'rganman. Ona o'z kvartirasini sotmoqchi bo'ladi. Kvartira uning nomida, lekin o'g'li, kelini va 2 nabirasi ro'yxatda turadi. O'g'il Rossiyada ishlaydi. Kelin bilan kelishmovchilik bor. Xaridor topilgandan keyin kelin ro'yxatdan chiqishga rozi bo'lmaydi. Natijada sotuv to'xtaydi. Oila ichidagi nizo sudga boradi. Agar ona avvaldan ro'yxatda kimlar borligini, ularni qanday tartibda chiqarish mumkinligini hammasi rozimi yo'qmi aniqlab olganda edi, bu darajaga yetmasdi. 4-masala turmush o'rtog'ining roziligi. Agar kvartira nikoh davrida olingan bo'lsa, u faqat er yoki xotin nomida turgani bilan ko'p hollarda umumiy mulk hisoblanishi mumkin. Demak, sotish, hadya qilish, garovga qo'yish vaqtida ikkinchi tomonning roziligi kerak bo'ladi. Ayrim odamlar uy mening nomimda, demak men xohlagan ishni qilaman deb o'ylaydi. Bu juda xavfli fikr. Keyin sobiq turmush o'rtoq sudga murojaat qilib bitimni nizolashi mumkin. Oddiy misol, er nikoh davrida kvartira sotib bo'ladi. Hujjat faqat er nomida. Oradan bir necha yil o'tib, er kvartirani akasiga hadya qiladi. Xotin bundan keyin xabar topadi va bu umumiy mulk edi. Mening roziligimsiz berilgan deb sudga murojaat qiladi. Bu yerda muammo faqat qarindoshlar orasidagi kelishmovchilik emas, balki bitimning barqarorligi masalasi. Agar siz xaridor bo'lsangiz, bunday kvartirani olayotganda albatta nikoh holati va rozilik masalasini tekshirishingiz kerak. 5-masala soliq. Kvartira egasi sifatida mol mulk solig'i va ayrim holatlarda yer solig'i bilan bog'liq majburiyatlar bo'lishi mumkin. Soliq summasi har yili o'zgarishi, baholash qiymatiga bog'liq bo'lishi, qarz yig'ilib borishi mumkin. Odamlar ko'pincha menga hech kim aytmadi deydi. Lekin majburiyat mavjud bo'lsa, xabarnoma kelmaganini bahona qilish har doim ham muammoni hal qilmaydi. Qarz ustiga penya qo'shilishi mumkin. Keyin bank kartalari, ijro hujjatlari, cheklovlar kabi holatlar kelib chiqadi. Masalan, kimdir 6 yil davomida mol mulk solig'ini tekshirmagan. Har yil summa unchalik katta bo'lmagan. Deylik 300 ming yoki 500 ming so'm. Lekin yillar davomida qarz, penya va qayta hisob kitoblar bilan 5 million so'mga yetgan. Kvartirani sotish kerak bo'lgan paytda bu qarz birdaniga ko'rinadi. Aslida u birdaniga paydo bo'lmagan, yillar davomida yig'ilgan. Birinchi navbatda eski uyda yashaydiganlar. Eski uy deganda faqat bir kim eshim yillik bino emas, balki hujjatlari ko'p marta o'zgargan, meros bo'lgan, bir necha marta sotilgan, qayta rejalashtirilgan kvartiralar ham nazarda tutiladi. Bunday kvartiralarda hujjat zanjiri murakkab bo'ladi. Birinchi egadan ikkinchisiga, keyin merosxo'rlarga, keyin sotuvga o'tgan bo'lsa, biror bosqichda xato bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh kvartirasini ijaraga berganlar. Siz kvartira egasisiz, lekin unda boshqa odam yashayapti. Ijara shartnomasi yozilmagan, kommunal to'lovlar kimning zimmasida ekani aniq emas. Qo'shnilar bilan muammo chiqsa kim javob beradi? Uy ichida zarar yetkazilsa qanday undiriladi? Bularning hammasi oldindan yozilmagan bo'lsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Men har doim aytaman, yaxshi munosabat alohida, hujjat alohida. Bugun ijarachi yaxshi ko'rinadi. Ertaga 6 oylik qarz qoldirib ketishi mumkin. 3-guruh meros orqali kvartira olganlar. Ota-onadan qolgan uy, bobo-bobodan qolgan kvartira. Aka-uka o'rtasida bo'lingan mulk. Bularning hammasida hujjatlarni aniq rasmiylashtirish kerak. Hamma rozi, biz oilamiz degan og'zaki kelishuv ko'pincha vaqt o'tishi bilan ishlamay qoladi. Bugun hamma rozi bo'ladi. Ertaga kimningdir farzandi voyaga yetadi. Kimdir fikridan qaytadi. Kimdir mening ulushim bor edi deydi. Shuning uchun meros masalasini notarial tartibda, kadastrda, soliqda to'liq rasmiylashtirish zarur. 4-guruh ipoteka olganlar yoki kvartirani garovga qo'yganlar. Agar kvartira bank garovida bo'lsa, siz uni oddiy mulk kabi erkin sota olmaysiz. Bank roziligi, qarz qoldig'i, garovni yechish tartibi, xaridorning puli qanday o'tishi hammasi aniq bo'lishi kerak. Ayrim odamlar xaridor pul bersa, men bankni yopaman deydi. Xaridor esa men pul bersam, garov yechilmasa nima bo'ladi deb qo'rqadi. Shuning uchun bunday bitimlar ancha ehtiyotkorlik bilan qilinadi. Agar kvartirangiz yaqinda rasmiy tartibda sotib olingan bo'lsa, kadastr hujjatlari yangi bo'lsa, kommunal va soliq qarzlari yo'q bo'lsa, nikoh va rozilik masalalari toza bo'lsa, ro'yxatda faqat siz yoki oilangizning aniq a'zolari tursa, albatta vaziyat ancha tinch. Lekin bu umuman tekshirmas ham bo'ladi degani emas. Har bir kvartira egasi kamida yiliga bir marta
o'z mulki bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib turishi kerak. Masalan, avtomobilingiz bo'lsa, mo'yini almashtirasiz, texnik holatini ko'rasiz. Kvartira esa ko'pincha avtomobildan bir necha barobar qimmat mulk. Lekin odamlar mashinasiga har oy e'tibor beradi. $7,000 kvartiraning hujjatini esa 10 yil ochib ham ko'rmaydi. Bu noto'g'ri yondashuv, endi istisnolar, yashirin tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat hadya shartnomasi. Ko'pchilik sotishdan ko'ra hadya qilsam osonroq deb o'ylaydi. Lekin hadya ham jiddiy bitim. Ayniqsa qarindosh bo'lmagan shaxsga hadya qilinsa, soliq, kelajakdagi da'volar, merosxo'rlarning e'tirozi, turmush o'rtog'i roziligi kabi savollar chiqishi mumkin. Hadya qilingan kvartirani keyin qaytarib olish ham oson emas. Men jahlim chiqib yozib bergandim yoki u menga qaray deb o'ylagandim degan gaplar har doim huquqiy asos bo'lavermaydi. Ikkinchi nozik jihat. Ishonchnoma orqali sotish. Agar kvartira egasi chet elda bo'lsa yoki kela olmasa, ishonchnoma beriladi. Lekin ishonchnoma bilan ishlaganda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ishonchnomaning muddati, vakolatlari bekor qilinmaganligi, aynan qaysi harakatlarga ruxsat berilgani tekshiriladi. Kvartirani boshqarish degani har doim sotish huquqi degani emas. Ayrim ishonchnomalarda narx belgilash, pul olish, shartnoma imzolash, ro'yxatdan o'tkazish vakolatlari alohida yozilishi kerak bo'ladi. Uchinchi nozik jihat voyaga yetmagan bolalar. Agar kvartira bolaga tegishli bo'lsa yoki bola ulushdor bo'lsa, bitim oddiy tartibda o'tmaydi. Vasiylik va homiylik organlari bolaning manfaatlari, unga teng yoki yaxshiroq sharoit yaratish masalalari ko'rib chiqiladi. Ayrim ota-onalar bola mening farzandim, men uning nomidan hal qilaman deb o'ylaydi. Lekin qonun bolani mustaqil manfaat egasi deb ko'radi. Bola nomidagi ulushni kamaytirish yoki uning yashash sharoitini yomonlashtirishga ruxsat berilmasligi mumkin. 4-nozik jihat qayta qurish. Kvartirada devor buzish, eshik joyini o'zgartirish, balkon qo'shish, sanuzelni kengaytirish, oshxonani boshqa joyga ko'chirish kabi ishlar faqat dizayn masalasi emas. Ko'p qavatli uyda har bir devor muhim bo'lishi mumkin. Yuk ko'taruvchi devorni buzish nafaqat hujjat muammosi, balki xavfsizlikka ham tahdid. Qo'shnining shiftida yoriq chiqsa, suv o'tsa, gaz yoki ventilyatsiya tizimi buzilsa, da'vo sizga keladi. 5-nozik jihat. Umumiy mulk. Ko'p qavatli uydagi kvartira egasi faqat o'z eshigi ichidagi joyga ega emas. Zinapoya, tom, yerto'la, lift, umumiy g'urlar, fasad kirish yo'laklari bular umumiy mulk elementlari. Shu sababli boshqaruv kompaniyasi yoki uy-joy mulkdorlari shirkatiga to'lovlar masalasi bevosita sizga taalluqli. Men liftga chiqmayman, birinchi qavatda yashayman, to'lamayman degan yondashuv har doim ham to'g'ri emas. Chunki umumiy mulkni saqlash barcha mulkdorlar manfaatiga xizmat qiladi. 6-nozik jihat. Qo'shnilar bilan nizolar. Kvartira egasi sifatida sizning huquqingiz bor, lekin majburiyatingiz ham bor. Kecha shovqin qilish, umumiy yo'lakka shkaf qo'yish, ventilyatsiyani yopish, suv quvurini o'zboshimchalik bilan o'zgartirish, konditsioner so'ng suvni pastki qo'shnining balkoniga oqizish, bular mayda narsadek ko'rinadi. Lekin shikoyatlar yig'ilsa, ma'muriy javobgarlik, zarar undirish, majburiy tiklash talablari kelib chiqishi mumkin. 7-nozik jihat. Firibgarlik xavfi. Kvartira qimmat mulk bo'lgani uchun firibgarlar doim shu bozorda aylanadi. Kimdir soxta xaridor bo'lib keladi, kimdir avans olib yo'qoladi, kimdir soxta hujjat ko'rsatadi, kimdir tez sotib beraman deb ishonchnoma olishga urinadi. Men har doim tavsiya qilaman. Hujjatni hech kimga asl nusxada berib yubormang. Pulni rasmiy va iz qoldiradigan usulda oling. Shartnoma mazmunini tushunmasdan imzo qo'ymang. Endi eng muhim qism, siz bugun nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. Uy hujjatlaringizni yig'ing. Mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, oldi-sotdi yoki hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, kadastr pasporti yoki kadastr ko'chirmasi, nikoh guvohnomasi. Agar ajrashgan bo'lsangiz ajrim hujjati. Agar ipoteka bo'lsa, bank shartnomasi, hammasini bitta papkaga joylang. Hujjatlar faqat qog'ozda emas, skaner qilingan elektron nusxada ham bo'lsin. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Kvartiraning manzili to'g'rimi? Maydon to'g'rimi? Egasi kim deb ko'rsatilgan? Ulushlar bormi? Taqiq yoki cheklov yo'qmi? Shularni aniqlang. Agar real holat bilan kadastrdagi holat farq qilsa, masalan, xonalar soni, balkon, devor, maydon. Manzil yozilishi boshqacha bo'lsa, buni sotish kunigacha qoldirmang. Oldindan mutaxassisga murojaat qiling.
Uchinchi qadam, soliq qarzini tekshiring. Soliq organlari yoki elektron xizmatlar orqali mol-mulk solig'i bo'yicha qarzdorlik bor yo'qligini ko'ring. Agar qarz chiqsa, summani aniqlang. To'lovni amalga oshiring. Kvitansiyani saqlang. Faqat to'lash yetarli emas. Ba'zan tizimda yangilanishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun sotuvdan bir kun oldin emas, kamida bir necha hafta oldin tekshiring. 4-qadam, kommunal qarzlarni tozalang. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, internet, domofon, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi bo'yicha hisoblarni tekshiring. Agar ijarachi yashagan bo'lsa, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Hisoblagich ko'rsatkichlarini rasmga oling, oxirgi to'lov kvitansiyalarini saqlang. Qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma olish imkoniyati bo'lsa oling. 5-qadam, ro'yxatda turgan shaxslarni aniqlang. Kvartirada kimlar doimiy yoki vaqtincha ro'yxatda turibdi? Ular hozir qayerda? Ro'yxatdan chiqishga rozimi? Voyaga yetmaganlar bormi? Bularni oldindan biling. Agar sotuv rejalashtirilayotgan bo'lsa, xaridorga keyin chiqaramiz demang. Iloji boricha bitimdan oldin bu masalani hal qiling. Agar kimdir rozi bo'lmasa, masalani huquqiy tartibda o'rganing. 6-qadam, oilaviy rozilik masalasi tekshiring. Kvartira qachon olingan? Nikohdan oldinmi yoki nikoh davridami? Pul kimdan chiqqan? Meros yoki hadya sifatida kelganmi? Turmush o'rtog'i roziligi kerakmi? Agar ajrashgan bo'lsangiz, umumiy mulk bo'yicha da'vo muddati, kelishuv, sud qarori bormi? Bu savollarga javob topmasdan bitimga kirmang. 7-qadam. Agar sotmoqchi bo'lsangiz, oldindan notarius yoki malakali yurist bilan maslahat qiling. Men bilaman, ko'pchilik maslahat uchun pul sarflashni xohlamaydi. Lekin 300 ming yoki 500 ming so'mlik maslahat ba'zan $10,000 xatoning oldini oladi. Ayniqsa kvartira meros bo'lsa, ulushli bo'lsa, ipotekada bo'lsa, chet eldagi egaga tegishli bo'lsa, voyaga yetmaganlar aralashgan bo'lsa. Mutaxassis yordami shart. 8-qadam, hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang va tushunmagan shartnomani imzolamang. Bu oddiy rasmiyatchilik. Hamma shunday qiladi. Tezroq bo'ling. Xaridor ketib qoladi degan bosimlarga uchmang. Shartnomada narx, to'lov tartibi, pul qachon va qanday berilishi, kvartira qachon topshirilishi, ro'yxatdan chiqish muddati, qarzlar kim tomonidan yopilishi aniq yozilishi kerak. 9-qadam, pul masalasida ehtiyot bo'ling. Katta summani qo'lda sanash, guvohiz olish, tilxatsiz berish xavfli. Avans yoki zakalat berilsa, uning huquqiy oqibatini tushunish kerak. Oddiy avans qaytarilishi mumkin. Zakalat esa kelishuv buzilishiga qarab boshqacha oqibat tug'dirishi mumkin. Shuning uchun pul oldim deb oddiy qog'oz yozishdan oldin nimaga imzo qo'yayotganingizni biling. 10-qadam. Agar hozircha sotish niyatingiz bo'lmasa ham hujjatlaringizni tartibga keltiring. Chunki muammo odatda odamga shoshilinch paytda chiqadi. Kimdir davolanish uchun pul kerak bo'lganda uy sotmoqchi bo'ladi. Kimdir boshqa shaharga ko'chishi kerak bo'ladi. Kimdir farzandiga uy olib berish uchun eski kvartirasini sotmoqchi bo'ladi. Ana shunday paytda hujjatdagi bitta xato butun rejani buzadi. Agar sizga kimdir kvartirangizda muammo bor, men tezda hal qilib beraman, faqat ishonchnoma bering desa, shoshilmang. Agar kimdir bozor narxidan ancha qimmatga olishni va'da qilsa, lekin oldin hujjatlarni olib ketmoqchi bo'lsa, shubhalaning. Agar kimdir notariusga bormasdan rasmiy shartnomasiz katta pul berishni taklif qilsa, ehtiyot bo'ling. Qimmat mulk bilan bog'liq har bir harakat iz qoldirishi hujjat bilan tasdiqlanishi va tushunarli bo'lishi kerak. Yana bir muhim gap. Kvartira egasi bo'lish faqat huquq emas, javobgarlik hamdir. Sizning kvartirangizdagi suv quvuri yo'rilib pastdagi qo'shniga 15 million so'mlik zarar yetkazsa, men bilmaganman deyish yetarli bo'lmaydi. Sizning ijarachingiz qo'shnilar tinchini buzsa, ular birinchi navbatda egani qiydiradi. Siz noqonuniy qayta qurish qilsangiz, butun bino xavfsizligiga ta'sir qilishingiz mumkin. Shuning uchun mulkka egalik madaniyati degan narsa bor. Bugungi asosiy fikr shuki, kvartirangiz borligi yaxshi, lekin hujjatlaringiz, qarzlaringiz, kadastr ma'lumotlaringiz, ro'yxatda turgan shaxslar va oilaviy rozilik masalalari tartibda bo'lmasa, bu mulk sizga xotirjamlik emas, muammo olib kelishi mumkin. Men sizni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki oldindan tekshirilgan hujjat, tozalangan qarz va aniq rasmiylashtirilgan bitim mingta janjalning oldini oladi. Bugunoq hujjatlaringizni ochib ko'ring, kadastr va soliq ma'lumotlarini tekshiring, kommunal qarzlarni aniqlang. Ro'yxatda kimlar turganini biling.
Agar biror joy tushunarsiz bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling va muammoni sotuv kuni emas, hozir hal qiling. Sizda kvartira hujjatlari bo'yicha muammo bo'lganmi? Sotish, meros, ro'yxatdan chiqarish yoki kommunal qarz masalasida qanday holatga duch kelgansiz? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni kvartirasi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga katta xatodan saqlanib qoladi.